Uhud g'azoti. Alloh Badr urushida mushriklarning kattalarini o'ldirdi. Ular mislsiz musibatga yo'liqqan edi. Makka mushriklari Abu Sufyan ibn Harbning boshchiligida mushrik kattalarining o'lganligidan qattiq qayg'urishdi. Payg'ambar alayhisalom va sahobalaridan o'ch olish uchun ittifoqdoshlari va birlik saflaridan 3000 ga yaqin kishini to'pladi. Mushriklarning jangdan qaytishining oldini olish uchun ularning ayollarini birga elib olishdi. Ular Madina qarab yo'lga chiqib, Uhudning yanidagi Aynan degan yerga tushdi. Payg'ambar alayhisalom sahobalari bilan ularning oldiga chiqish kerakmi yoki Madinani kutish kerakmi degan masalalar ustida maslahatlashdi. Payg'ambar alayhisalomningcha Madinani kutish yaxshi edi. Biroq Badr urushiga chiqmagan bir qism sahobalar mushriklarning oldiga chiqishda ching turib oldi. Payg'ambar alayhisalom uyga kirib ketib, ozroq o'tgandan keyin sahobalarning g'ayratini to'sib qo'ydim deb qarab, uydan qayta yana chiqdi. Sahobalarning bir qismi Payg'ambar alayhisalomni jangga chiqishga majburlab qo'ydik deydi. Ondan ular: "Ey Allohning payg'ambari, seni zo'rlamayli. Chiqishni xohlasang chiqayli, xohlamasang chiqmayli. Ixtiyor seningda" dedi. Bir payg'ambar uchun jang kiyimini kiyib bo'lgandan keyin Alloh payg'ambar va uning dushmani o'rtasida hukm qilib bo'lguncha jang kiyimini silishga ruxsat qilmaydi, dedi payg'ambar alayhisalom. Musulmonlar juma kuni yo'lga chiqdi. Uhud bilan Madina o'rtasidagi Shavt degan yerga kelganda Abdullah ibn Ubay g'albidan umidini uzib, musulmonlar safidan 300 dak kishini agashtirib Madinaga qaytib ketdi. Musulmonlar qo'shini Uhud tag'ini orqasida qoldirib, Uhud jilg'isining tuvan tarafiga tushdi. Payg'ambar alayhisalom o'zining bo'yiq kelmaguncha urush qilmaslikka buyurdi. Atisi atdiganda urushga tayyorlik qildi. Musulmonlarning soni 700 kishi bo'lib, ulardan 500 otliq bor edi. Abdullah ibn Jubayning yetakchiligida 50 kishi o'qiyotchilikka belgilandi. Ular belgilangan o'rnini qo'zg'almaslikka, mushriklar musulmonlarning orqasini hujum qilsa, ularga o'q yog'dirib, musulmonlarni orqa tarafini himoya qilishga buyurildi. Payg'ambar alayhisalom bugungi jangning bayrog'ini Musab ibn Amirga tutqizdi. Musulmonlar qo'shinini o'ng qanot va so'l qanot qilib tashkillab, ikkiga bo'lib, bir qo'shinga Zubayr ibn Avam radhiyallohu anhu, yana biriga Munzir ibn Amir radhiyallohu anhuni bosh qilib tayinladi. Yoshlar do'yilga silinib, yengilganlar jangga qatnashtirilmadi. Quraysh mushriklari 3000 kishilik qo'shin bilan urushga tayyorlik qildi. Ularning ichida 2000 otliq bor edi. O'ng taraf qo'shinga Xolid ibn Valid, so'l taraf qo'shinga Ikrimat ibn Abi Jahl bosh bo'ldi. Atganlik tunji jangda musulmonlar g'alaba qilib, Allohning dushmani mushriklar taraf-tarafga qochishdi. Musulmonlarning orqa tarafini himoya qilish uchun o'rlashtirilgan o'qiyotchi qo'shin mushriklarning mag'lub bo'lganini ko'rib, g'animat deyishib, payg'ambar alayhisalom ching saqlashga buyurilgan o'rni tashladi. Ularning amiri Abdullah ibn Jubayr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning buyrug'ini eslatgan bo'lsa-mu, ularning quloqlariga kirmadi. Ular mushriklarni qayta hujum qilmaydi deb o'ylagan edi. O'qiyotchilar ketgan hamon mushriklarning otliq qo'shini musulmonlarning o'qiyotchi qismining ketib, musulmonlarning orqa tarafidan qorshab hujumga o'tdi. Musulmonlar ishidan Alloh xohlagan 70 kishi shahid sharafiga erishdi. Musulmonlarning bir qismi qochdi. Mushriklar payg'ambar alayhisalomga hujum qilib, payg'ambar alayhisalomning muborak yuzi yorlandi. Qo'zuq tishi sindi. Payg'ambar alayhisalom mushriklar otgan tashning zarbasi bilan o'rakka tushib ketdi. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomni o'rakdan tortib oldi. Talib ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomni quchog'iga oldi. Payg'ambar alayhisalomni Amr ibn Qamiy bilan Utbat ibn Abi Waqqas zaxbilantirgan edi. Payg'ambar alayhisalomning ko'z oldida Musab ibn Amir radhiyallohu anhu shahid qilindi. Bayroqni Ali radhiyallohu anhuga topshirdi. Payg'ambar alayhisalom kiygan dubulg'ining ikki halqasi yuziga petib ketgan edi. Abu Ubayd ibn Jarroh radhiyallohu anhu halqani tishlab elvatdi. Malik ibn Sinan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning yuzidagi qonlarni sho'rab tozaladi. Mushriklar fursatni g'animat bilib hujum qilishga tamshilganda 10 necha musulmon ularning oldidan to'sib, ularni o'ldirdi. Abu Dujan radhiyallohu anhu yiqildi. O'q orqa-orqadan tegib o'tdi. U qayta midillamadi. Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhuning ko'zi yorlandi. Uning ko'zi intayin chiroyli edi. Payg'ambar alayhisalom muborak qo'li bilan uni saqaytdi va asliga keltirdi. Shayton Muhammad o'ldi deb to'lidi. Nurg'un musulmonlarning qalbiga qo'rquv tushib, nurg'unlari qochishdi. Amaliyotda Allohning Lavhul Mahfuzda yozg'ini bo'yicha bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom
savut bilan musulmonlar tarafga qarab keldi. Tunji bo'lib Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu tunubla: "Ey musulmonlar, xush xabar! Payg'ambar alayhisalom keldi" deb vaqirdi. Payg'ambar alayhisalom ovoz chiqarmaslikka ishorat qildi. Musulmonlar Payg'ambar alayhisalomning atrofiga to'plashib, tushgan jilg'a tarafga qarab mangdi. Ularning ichida Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Haris ibn Summa radhiyallohu anhu qatorliqlar bor edi. Tog' bag'riga kelganda Payg'ambar alayhisalom Ubay ibn Xalafni uchratdi. U Avd deb atiladigan otni minib olgan edi. Bu Allohning dushmani Payg'ambar alayhisalomni o'ldiraman deb o'ylagan edi. Payg'ambar alayhisalom uning yaqinlashganda Haris ibn Summa radhiyallohu anhuning qo'lidagi nayzani oldida ko'krigiga sanjib etidan tushiribdi. Makkaga qaytish yo'lida o'ldi. Urush tugagandan keyin Abu Sufyan tog' ustiga chiqib, "Sizlarning ishinglarda Muhammad bormi?" dedi. Hech kim javob bermadi. "Ishinglarda Abi Quhaf bormi?" dedi. Hech kim javob bermadi. "Ishinglarda Umar ibn Xattob bormi?" dedi. Hech kim javob bermadi. Aslida Payg'ambar alayhisalom sahobalarni javob berishdan to'sgan edi. Abu Sufyan boshqalarni so'ramasdan faqat 3 kishini so'radi. Chunki musulmonlarning tashkillanishi ana shu 3 kishiga bog'liq edi. Ularning hammasidan ayrilib qoldinglar, dedi Abu Sufyan. Umar radhiyallohu anhu o'zini tutolmay: "Ey Allohning dushmani, ularning hammasi hayot. Alloh sen qo'rqadiganlarning hammasini hayot qo'ydi", dedi. "Hubal buyuk", dedi Abu Sufyan. "Uningga javob bermamsizlar?" dedi Payg'ambar alayhisalom. "Nima deb javob beramiz ya Rasululloh?" dedi sahobalar. "Alloh hammadan ulug' va buyuk danglar", dedi Payg'ambar alayhisalom. "Bizning Uzza butimiz bor, sizlarning yo'q", dedi Abu Sufyan. "Javob bermamsizlar?" dedi Payg'ambar alayhisalom. "Alloh bizning egimiz, sizlarning eganglar yo'q", dedi sahobalar. Berilgan javob bargan siri bir-biridan sarxil joyida bo'lganlikdan Abu Sufyan o'sal ahvolda qoldi. Bugun har taraf o'xshash bo'ldi. Badr kunining qisosi ilindi. Urushda yengish bo'lib turdi, dedi Abu Sufyan. "O'xshamaydi. Bizning shahid bo'lganlar jannatga kirdi. Sizlardan o'lganlar dovzaxga kirdi", dedi Umar radhiyallohu anhu.